alaykum. Mana shu qaranglar, shunaqa mana shu hovlini yaxshi ko'raman. Qishin yozim mana shu qilib turadi. Sababi tepasi yopilgan. Mana yog'i mana mamlakatda yopilganda qishin yozim shunaqa turadi. Shunaqa yaxshi ko'raman. Qishda ayniqsa shu hovliga syomka kelsa mashdan chiqqim kelmaydi. Vaqti kelsa uyimizning gullarni bagi mana shunaqa toza turmaydi. Qaranglar qanaqa top-toza, mana qaranglar yaraqlab turishini. Mana voy kis mushuklarni yaxshi ko'raman-ku, lekin mushuk boqmaymiz, sabab menda allergiya bor. Sahar o'tib ketsa qizarishni boshlaydi. Men shundan naro yuraman. Payg'ambarlarimiz siylagan degandek, lekin boqolmayman. Kelinim umuman qo'rqadi. Kelinim agar hovlimizga bir yana mushuk kirib qolsa, kelinim tovushi mushuk chiqib ketmaguncha uydan chiqmaydi. Yana bunday bir ikkita chichqonlar chiqib qoladi uyimizdan. Chichqonni ko'rsa, ish qilayotgan joyida oshxonada stol ustiga chiqib qoladi, ishonasizlarmi? Yo'q.